Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar har o'ynaman Scorpion. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Do'stlar, mana 100 yil degan yangi video chiqardim. YouTube'ni premierasini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Video nima haqidagini bugungi videomizda tushuntirib o'taman. Bugungi videomiz optimizatsiya haqida. Optimizatsiya o'zi nima? YouTube'da hamma har xil videolar qo'yadi. Optimizatsiya bu ma'noda qoladi. Ba'zilar fayl siz soft demaydilar. Lekin bu qayerda? Fayl bu soft degani. Soft mana VPN cheatlar bor, shunaqasi kirib ketadi. Shuning uchun do'stlar, optimizatsiya bu yoqdan olish kerak. Men sizlarga hozir janoqi iPhone 2 optimizatsiya bermayman, lekin regenlarni 70-80% yaxshilab beradi. Do'stlar, men videoni boshlashdan oldin shunda birdan like bosib qo'yinglar va obuna bo'linglar. Biz yaqinda 400 ta bo'lishimiz kerak. Unda kettu. Hop do'stlar, optimizatsiya o'zi nima? Optimizatsiya bu telefonlarni salyutini yaxshi beradigan narsa. Buni deyarli content makerlar va ko'p demerlar, tdemerlar oladi. Sizlarga shu optimizatsiyani sizlarga maslahat beraman. Hop do'stlar, biz optimizatsiyani boshlaymiz. Birinchi o'rinda mana shu ilovadan kerak emas narsani o'chirasizlar ekrandagi. Mana bularning hammasi kerak narsalar. Shuning uchun men sirazi sozlamalar joyiga kiraman. Va bu yerdan ilova haqida joyiga o'tamiz. Rus tilida bu o telefon deyiladi. Ma'lumot uchun. Va bu yerdan movie versiya degan joyiga bosib turamiz 3-4 marta. Nasha bosamiz va sizga shart emas, siz allaqachon dasturchisiz degan nom chiqishi kerak. Va bu yerdan passwordga tushamiz. Mana ko'rda chiqyapti. Pastroqqa tushib, o'shuncha sozlama joyiga o'tamiz. Pastroqqa tushib esa dasturchi tanlamalar joyiga kiramiz. Va bu yerdan esa pastroqqa tushamiz. Men uni tungi rejimga o'tkazib maslahat beraman. Bu sizlarning zaryadlarni yaxshi beradi va zaryaddan sekinroq ketishiga yordam beradi. Va u ekranlarni ham yarqisini yaxshiroq beradi-da. Bu yerdan biz var jurnal buffer bufferni biz maksimum qo'yib qo'yamiz. Ba'zilari bu 16, ba'zilari bu 8 va varn jurnal darajasini varnga qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan grafik driver parametrlarga joyiga o'tamiz. Va bu yerdan misol uchun PUBG Mobile kerak bo'lsa, PUBG Mobile ustiga bosib, sizlar bu asosiy turgan bo'lsa, sizlar buni tizim grafik driveriga qo'yib qo'yasizlar. Bu sizlarning zavqni yaxshilab beradi. Hop, endi tizim sozlama joyiga kirsa, bu yerda mana turklar hammasi otachizdi, hammasini prям harakatlarni tasdiqlash, yozuvchi o'chirish tanlamiz, tashlasin degan hamma tozalaydi. Bu kerak emas narsa. Va pastroqqa tushamiz. Hozir bu yerda mana animatsiya chiqadi. Buni hammasini o'chirasiz animatsiyani. Agarda yo'q, menga animatsiyalar kerak desa, maksimum 1 ga qo'yinglar, Brix. Misol uchun men Brix ga qo'yib yuraman. Keyin mana bu eng kichik eni bu nima? Desani ekranning katta kishligi. Misol uchun buni 392 qilsak, ekran kattalashadi. Ko'ring, ekran kattalashdi. Ko'rsa ekran kattalashganini men katta bo'lib ketdi. Shu endi buni menga kichkina ekran kerak bo'lsa 410 ga masalan beraman. 410 yaxshi. Zo'r 410 Android uchun. Va bu zaryadga ham qarib jigarlar. Va pastroqqa tushamiz. 4x missiya deganini yoqib qo'yamiz. Bu sizlarning telefon kuchsiz bo'lsa, shuni yoqishni maslahat beraman sizlarga. Va bu yerda biz nastroykamiz bo'ldi. Endi bu yerdan chiqamiz. Endi pastroqqa tushamiz. Bu yerdan bildirishnomalar va boshqaruv markaziga kiramiz. Ilova bildirishnomalar joyiga kirib, bu yerdan hammasini prям o'chirib tashlaysizlar. Bu yerga hech qaysi kerak emas. Men bu yerdan hammasini o'chirib tashlaganim uchun kelmayman. Bu yerdan chiqib ekran qulfi joyiga o'tib, bu yerdan hamma olib tashlaysizlar. Men buni olib tashlaganman. Keyin suvchi bildirishnomalar, buni ham hamma olib tashlaysizlar.
keyin belgilashnomalar belgilari. Bu yerdan lekin PUBG qo'yib qo'yganman, sizlarga maslahat bermayman do'stlar. Bu endi menga kerak narsa-da. Hop, keyin bu yerdan ekranga o'tamiz va buni sizga yozib ko'rsatdim. Keyin bu yer yangilanish darajasi, ya'ni bu Hz. Ko'pchilik bu 120 90 bilan, men 90, max 90 ga qo'yib qo'yaman. Keyin to'l qurilma bir rejama ekranda degani. Bu ikki narsa bor. Xiralikni kamaytirish tavsiya etiladi. Bitlanishni kamaytirish. Bu yerdan bitlash kamaytirish qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan chiqib, keyin esa bog'lanish va joynash joyiga kirib, bu yerdan mishar degan joyi VPN da VPNni ko'ring o'chirasiz. VPN kerak emas, telefon qotirishga olib keladi. Va misharni o'chirasiz. Translyatsiyani o'chirasizlar. Chop etish, ya'ni bu printer. Yasa printer bo'lsa, yo'q bo'lsa, yo'q bo'lsa o'chirib qo'yasan. Meni kerak emas, o'chirib qo'yaman printerni. Va bu yerdan o'chiq shaxs deganini nafas degan yo'q bo'lsa o'chirib qo'ying. Kerak emas narsa bu. Vashcha kerak emas narsa bu. Va bu yerdan chiqib ekran qulfi joyiga o'tamiz va uxlash rejimi, ya'ni bu telefon o'chirgan vaqti maksimum 1 daqiqaga qo'yinglar, maksimum. Va bu yerdan bo'ldi. Keyingisi ilova boshqaruv kiramiz, ilovalar va ilovalar boshqaruv joyiga o'tamiz. Bu yerdan esa do'stlar, bu yaxshi qanday, bu yerning kerak emas narsani, misol uchun ishlatmaydigan narsalarni hammasini o'chirib tashlaysizlar. Men o'chirib tashlaganman, kerak emas. Va bu yerdan esa maxsus xususiyatlar joyiga o'tib, o'yin turbosiga kiramiz. Bu qayli? Bu nima? Androidni yaxshilagan narsa. O'yin turbosi bu ko'proq Poco va Androidlar bo'lgan, Redmi'lar bo'lgan narsa. Va bu yerda tepada zaryadkasi turgan va KPU ko'proq iPhone uchlanmagan. KPU mana past. KPU ga kim bilmaydi, biladiganlar o'zi kommentar yozib ketinglar, bilmaganlar tushunib oladi. Va bu yerimiz endi biz nastroykaga o'tamiz. Va nastroykadan esa bu hamma sevmaymiz. Buni yoqib qo'yish kerak hammasini. Bitta PUBG qo'yish kerak. Hech qaysi qolmasligi kerak. Qarasa, shunaqa qo'yaman. Endi qayda bu yerdan agar sizlar hammasi yoqib turgan bo'lsa, ikkitaga past ikkidan o'chirib qo'ysa, tepada ikkita qoladi. Va bu ikkalasini yoqib qo'yishlar shart. Do'stlar, agar yoqmagan bo'lsa, foydasi yo'q. Va bu endi bu yer qaylar. Bu masalan siz past o'rganib olish mumkin. Yoki men past o'rganib olishim mumkin. Bu nima? Bu sizlar upravleniyalarni katta kishi nastroyka qilib bergan narsa, ya'ni men zarurga qaragan narsa-da. Buni birinchisini baland, ikkinchisini baland qilasiz. Endi qaylar? Bu upravleniyalarga kattaga qo'yasizlar. Yo'q, kichkina o'rtacha desizlar. O'rtachaga qo'yasizlar. Yo'q, men kichkina qo'yasizlar. Yo'q, men kerak emas, yo'q qilib qo'yasizlar. Lekin menga o'rtacha yaxshiroq va sizga o'rtacha maslahat beraman. Bu yerdan chiqamiz. Xo'p. Do'stlar, bu yerdan hammasini nastroyka deyarli qilib bo'ldik. Yani hammasi o'chirilgan. Do'stlar, agar 50 ta like bo'lsa, bu ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi PUBG Mobile nastroykasidan bo'ladi. Hop do'stlar, endi videomiz shu yerda tugaydi. Chunki masalan hammasini o'rgatib bo'ldim. Agar video ma'lumotli bo'lgan bo'lsa, shuna birdan like bosib va obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi 50 ta like keyin chiqadi va u haqida sizlarga PUBG Mobile haqida nastroyka qilib beraman, haqiqiy TDMlar haqida. Va do'stlar, video shu yerga iborat edi. Hammaga xayr, sizlarni xaniman Scorpion bo'ldim. Xayr do'stlar.